Noshukrlik qilayotgan odam juda ko'p. Qattiq bo'lsa ham shu gapni aytib o'tib ketaman aka. Noyabr oylari, dekabr va yanvar oylari 2025-yilga, yil oxiriga va 2026-yilga ishonchli umra safari narxlari necha pul bo'lyapti do'stlar? Bugun xudo xolisa biz Centrum Holiday kompaniyasining ofisiga kelganmiz va juda ko'p odam hozir sezon kelyapti, ota-onasini umraga jo'natishga harakat qilyapti. Inshaalloh men ham shuni niyatdaman do'stlar. Dekabrga dedim, men ham yanvarga xudo xolisa niyat qilyapman. Kim ota-onasini umraga jo'natishga niyat qilganlar, like qo'yib, inshaalloh men ham niyat qilaman yoki farzandingiz uchun ham kommentariy yozib qo'yinglar. Alloh nasib etsa, siz ham farzandingiz yoki siz o'zingiz ota-onangizni umraga jo'natishga imkoniyat bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aybek. Dohid, sizmisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Xudo xolasa do'stlar, ishonchli umra safari Centrum Holiday kompaniyasi, ya'ni 0014 litsenziyaga ega, ya'ni litsenziyaga ega joy nima qilishyapti. Umra safari hozir necha pul bo'lyapti va nima qo'shimchalar bor shuni berishadi, shuni ham aytib berasiz. Xo'p, avvalo assalomu alaykum. Bizda ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan hojona, hojatalarim omonmisizlar? Inshaalloh Oybek aka qo'limdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilaman. Chunki siz oldingizda ham ozgina sir bosyapti. Bizdan berilgan esa oldingiz turibdi Oybek aka. Birinchi piyodaxonasimiz sumka, kamzil, bejik va aeroportda gapirsa bo'ladi, bo'lmaydimi? 150 ming, 200 sotiladigan narsani ashuna biz bonus qilib beryapmiz. Bo'yinbog'da. Ha. Bu nimcha? Nimcha. Bu narsani bonus qilib beryapsiz. Buni bonus qilib beryapmiz. Bu omili 200-300 ming sochadi aeroportda to'g'risini aytsam. Buni ham bonus. Buni ham bonus qilib beryapmiz. Hamma obunachiga. Hammasiga. Bizdan kim ketsa, har bitta insonga bittadan bor. Bitta bejik ham bo'ladi. Обязательник, nobodi yo'q qalbni tiposi o'sha QR kod orqali shu nimasi. Xo'p, endi bitta mehmonxonalar ham shu boshda yozilgan. Ha, shu yozilgan. Hozir mehmonxonalar qanaqa juda obunachilar so'rashgan ekan, hozir mehmonlarning nomini ham aytib beramiz. Xudo xolisa. Endi narx necha pul bo'lyapti? Xo'p, narxlarimiz Oybek aka yilning oxirigacha bo'lgan narxlarimiz barchasini $1100 qilib berdik. $1100 dan xudo xolisa bo'lyapti. O'zgartirmadik, Xudo xolasa. Reyslarimiz qayerdan ham bo'ladi? Samarqanddan, Toshkentdan, Andijondan, Namangandan va Farg'onadan reyslarimiz bor. U lokatsiyasiga qarab narx o'zgarmaydi? Yo'q, o'shuning uchun bir xil stabilniy narxda oldik hamma joyga. Hamma joyda stabilniy. Ha, bir xil narx oldik. Xudo xolisa. Endi $1100 necha kunlik bir reys bo'lyapti? 14 kunlik. 3 kun Madinaga boradi, 11 kun Makkaga boramadi. Ha, endi ko'p odamlar so'rayapti kommentariy. Do'stlar, savollar bo'lsa kommentariyaga yozish eslangdan chiqmasa. Обязательно подписаться tugmasini bosib qo'yinglar, bizni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun. Endi taomlanishni bari so'rashyapti. Kimdir so'rayapti, kimdir so'ramayapti. Kimdir qatib borgandan keyin farqi yo'q, yetib olsam bo'ldi deyishyapti. Sizlar ham o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. O'qitlar qanaqa bo'lyapti endi? Madina Munavvarada 2 mahal issiq taomlarimiz bo'lsa, Makka mukarramada 3 mahal milliy taomlarimiz bor bega hozirgi paytda. O'zimiz milliy taomlar. Oldin Madina Munavvarada ham 2 mahal milliy taom qilib ko'rdik, yo 3 mahal qilib ko'rdik. Chala-chala pislik ko'payib ketadi. Chunki 3 kun bo'lganning hisobiga biz tayyor turistik taom olganimiz ma'qulroq, chunki ulgurmay qolyapti. Yurtdoshlarimiz soat 12 da o'qigan bo'lsa, soat 2 ga yetib borib qolyapti abidlarimiz. O'shuning uchun turistik taom yomon taom emas, faqat o'zbek milliy povurlari qilmaydi xolos. Lekin ovqatlarimiz o'xshash. Xudo xolasa. Makka mukarramada 3 mahal milliy taomlarimiz, o'zimizning o'zbek povurlarimizni o'qitib turishadi. O'zimizning o'zbek povurlari. Ha, shunaqa. Xo'p, endi mana mehmonxona bo'yicha do'stlar, ya'ni Ruva Andalus mehmonxona Madinada, shu mehmonxonami? Xuddi shunday. Makkada Ruva Sadda degan mehmonxona. Endi juda ko'p odam so'raydi. O'zi aslida do'stlar o'z fikrlaringizni ham kommentariy yozib qo'yinglar. Madinada qanchalik uzoqlikda yoki Makkada qanchalik uzoqlik mehmonxona, piyada borsammi deb juda ko'p odam so'raydi. Do'stlar, bitta narsani hisobga qo'yinglar. Makkadagi mehmonxona piyada yuradigan ham eng yaqinini hisoblasam 100 metr, 200 metr. Endi juda yaqini bor bu soat. Endi soat mehmonxonasi do'stlar $1100 ga menimcha bo'lmasa kerak. U juda ham qimmatga to'g'ri kelsa. Endi u lyuks premium sifat hisobida. Oybek aka shu narsani yaxshi gapirib o'tib ketdingiz. Mana shu narsaga gapirib o'tmoqchiman. Bizdan ketishyapti, borishyapti, atga borib olib, biz bermagan va'dalar talab qilishyapti. Men ochiq aytaman, biz bergan va'daga vafo qilyapmiz. Shuncha odam borib kelgan bo'lsa, Oybek aka siz reklama orqali ham borib kelgan odam bo'ldi. Hali birortasi bizga chiqib yomonlagani yo'q. Lekin noshukrlik qilayotgan odam juda ko'p. Qattiq bo'lsa ham shu gapni aytib o'tib ketaman Oybek aka. Boryapti, sen menga mo'vadani beruvding, gostinitsa menga 1 kilometr deyovding, boshqa. Yo'q, men birorta videomda Oybek aka sizga 1 kilometr deganim yo'q, 2 kilometr, 1,5 dan 2 kilometrgacha deyapman. Shunaqa tushunmovchilik muammolar juda ko'p bo'ladi.
Madinada 3 mahal o'qirdi-yu deng, boshqa tushunarsiz holatlar. Aytmagan sayohatlarim hali o'zim bormaganman shu paytda. Shuncha borib kelib, bir marta bormagan sayohatlarim menga aytishyapti. Hojiona, bizda mana sayohatlar bor. Menimcha gastinsada ovqat, menimcha nima deb borni aytyapsiz. Iltimos shu videoni ko'rib telefon qilsa bu yerga. Mana shu eshitgan gaplarimizni video turadi, o'chirib olmaymiz. Mana shu videodagi gapga va'da qilmasam, telefon qilib ayting, O+dan qaytarib beraman, yo bo'lmasa o'sha yerda sharoitda o'sha soatda o'nab beraman. Muammo yo'q. Men demoqchi bo'layotganim, gapim bo'lib yordi. Ko'p odam yaqin Makkaga yaqinroq mehmonxona deydi, do'stlar. Soatdan tashqari qolgan hamma mehmonxona 200-300 metr naryoqda. Endi 200-300 metr siz tushganingizdan keyin siz piyoda 200-300 metr siz Makkaga kirguncha shot. Lekin mehmonxona уже 500 metr, 1 kilometrdan oshgandan keyin har bitta mehmonxonadan avtobus bor. Avtobus esa haramning ichiga kiradi. 200-300 metr bas, haramdan tushganingizdan keyin 50 metrdan keyin sразу nimaga kirasiz, Makkaga kirasiz. Ya'ni avtobus haramga kiradi, lekin haramning mehmonxonalar haramning territoriyasidan tashqarida. Shuni ham hisobga olib qo'yasiz. Shuning uchun men o'zim ham borganman. Shuning uchun men mehmonxonaning uzoqligini so'rayman. Avtobusi bormi? Bor. Bo'ldi, shu narsadan o'zi yetadi. Pashti har 15 minutda, har yarim soatda namoz mahallarida avtobuslar bor. Avtobusga o'tirasiz, haramning ichiga kirasiz. Haramning ichida ayniqsa yosh kattalar qiynalishmaydi. Chunki avtobusga chiqib sразу haramning ichiga kirib ketishadi. O'zi soatda turganlar, men soatda tursam, namoz paytiga uyib tushaman. Yo'q, unaqa narsa yo'q Oybek aka. Namoz paytiga tushish uchun namozdan 5 minut, 10 minut oldin harakat qilish kerak. Soatda tursiz ham. Soatda tursangiz, soatda o'ziga tushmaysiz, lift hech qachon. Soatda orqa tomoniga tushasiz. Keyin apasidan nalab chiqasiz bilsiz. Men ichidan tushadigan 1,5 mingdan ham balandga tushadi Oybek aka. Ichidan soat gasingiz ichidan tushadiganida gasingizdagi tushadigan bo'lsangiz 1800-1700 dollar atrofida bo'ladi. Soatga Kabaga qarab turadigan ham gasingizdagi tursiz bo'ladi. 1400 1,5 ming dollarga tursiz bo'ladi. Uni orqa tomonidan o'tib kelasiz. Iloji yo'q uni oldidan kelishdi. Yo yon tomonidan. U ham 300-400 metr farq qiladi. Ama bag'i ham bor, to'g'risi. Bag'i ham. Shuning uchun avvalambor qanaqa hammani ham u yoqqa borishdi. Ko'p odam pulim bo'lsa ham men to'g'risini aytib beray, o'zimni oilamizda Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, katta ammam, ya'ni otamning opasini dadam rosa tirishdilar. To'g'risini aytib beray, dadam ota katta hojiga ham tirishdilar. Oxiri umraga bo'lsa ham borib kelib rosa tirishdilar, lekin Alloh nasib aylamadi. Umrlari o'sha vaqt soati kelgan ekan, to'g'risi ketdilar. Ammam umraga ham bora olmadi. Qo'lida 5,000-6 ming dollar puli bilan umraga bora olmadi. Hammaga ham umraga borish nasib etavermaydi, shuni ham hisobga olib berar. Avvalambor sizni nasib ayladimi? Sizni farzandingizga shu narsani imkoniyatni berdimi? Demak, alhamdulillah borib turib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, ibodat qilib, misol uchun o'tda borib turib yeb ichish uchun emas, bitta video qilganimda slivishniy masala yo'q ekan, u yo'q ekan. Yo'q, aka yeb ichishda slivishniy masala shu yerda O'zbekistonda tiqilib yotibdi. Alhamdulillah O'zbekistonda любой narsa bor yegani. Любой meva bor. Otga borib shu nafsni jicha tiyib qo'yish uchun jicha ovqatlanib qolganiga ibodatda yurganiga yetmaydi, to'g'risi. O'shuning uchun do'stlar, ekranda nomerni qoldiryapmiz. Abduvohid nomerini qoldirdim. Kimda kim ota-onasini yoki jigarini, ukasini kimnidir olib borishga niyat qilganlar bo'lsa, meni ham duo qilib qo'yinglar. Oybek, ilohim seni ham duoing ijobat bo'lsin deb meni ham duo qilib qo'yinglar. Men dekabrga doğdim, otam yo'q, dekabrga ishlarim ko'p edi. Yanvarda 10-dan keyin, 15-dan keyin birga boramiz dedi. Niyat qilganman ukam bilan otamni. Ukam hali bilmaydi bu narsa haqida. Ukam YouTube'imni ko'rmaydi ham, shuning uchun bemalol gapiryapman. Ukam bilan otamni olib borishga niyat qilganman inshaalloh. Meni ham niyatimni duo qilib ijobat qilib qo'yasizlar. Kimda kim olib bormoqchi bo'lsa, like qo'yib, ekran nomeriga aloqa chiqarasizlar, xudo xohlasa. Aka, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.